Go, mana bu qizga pul beramiz. Yaxshi qiz. Mayli 1 minutga. Qarang, men pul tarqatadigan blogerman. Men sizga hozir men pul bermoqchiman. Siz bilan zo'r o'yin o'ynayman-da. Birdan 10 gacha o'zingiz yoqtirgan soningizni ayting. Xohlaganimni? Ha, xohlagan soningizni ayting. Siz misol 5 desangiz, 5-raqamdagi pul sizniki bo'ladi. 4 ni tanladilar. O, qani go. 1, agar 2 deganingizda 100 ming so'm pulingiz bo'lardi. 2, 3, 4. 4 deganingizda sizga 10 ming kam chiqdimi? Bo'l, men sizga qarang hozir zo'r o'yin qilaman. Hozir bu yoki Ha, bu sizga. Qarang, 50 ming so'm pulni ko'ryapsiz, ha? Hozir 1 dan 5 gacha sanayman. Misol mana 1 dan keyin mayli 5 gacha liboy vremyada tashlayveraman. Agar birinchi qilsa oladigan bo'lsangiz yutqazib qo'yasiz. Tushundingizmi? Qarga yo'q, bundoq qilasiz. Maktablarda o'yin bo'ladi, siz ham bundoq qilib turasiz. Men tashlayveraman, o'sha olishingiz kerak. Tushundingizmi? Ungacha o'shamaysiz. O'shamaysiz ungacha. Oching qo'lingizni. Mana qarang. Bundoq tashlayvering. Esladingizmi? Ha, o'sha olishingiz kerak. Qani go. Mana bundoq qiling. 1 dan 4 gacha sanayman, o'sha oraliqda sanayveraman. 1, 2, 3. Qiyinmi? Qarang mana, endi o'yin tushundingizmi? Men yana bitta sizga imkoniyat beraman. Qani go. Endi ana o'sha oling, xo'pmi? Go, o'sha olasiz. Qani. Mana 1 dan 5 gacha sanayman. O'sha oraliqda tashlayveraman. Qo'lingizni qiling bundoq. Yaxshilab qarang, o'sha olishingiz kerak. 1, 2, 3. O'sha olmadingiz, to'g'rimi? Voy endi men bu yoqqa qila olmayman. Agar o'sha olganingizda 50 ming so'm sizga berib yuborgan bo'lardim. Charchamaysiz, ya'ni. O'yinim sizlarga ham yoqsa shu videoga like bosib qo'yinglar, yaqinda ishtirokchilar bo'lishinglar mumkin. Meni kuzatinglar. Go.